bitta kulayman. Onam bilan mana Hikmatxon oldilardi biza. Sababi 3 yil tishlarni mana do'q qanaqa bo'lgan. Bu 2 yil boshqa stomatolog qatnaganmiz. Mana shu holatga kelgan, lekin jag'lari privkus noto'g'ri bo'lgani uchun qiyshayib, orib, mana boshidan qilib qanaqa qildingman? Ana. Yaxshimi emas? Hozir boshqacha. Bemalol ovqat yeyapsiz bo'lmasa. Biladilar, qanaqa og'riqlar bilan kelganman, chunki privkus noto'g'ri bo'lgan, noto'g'ri qo'yilgan. Juda ham qiynalib kelganman. Hikmatiga baraka toping mana. Ikkita tishi undaqlar. Men xursandlar. Sababi oldimga kelib Jahon, qachon to'yga shu stomatologik ishlardi, shunaqa charchadim, ovqat ham yeyolmayman, kulolmayman ham. Endi ayollar uchun bu katastrofa-da. Ishonchim unaqa yo'q edi, chunki 2 yil qatnadim. Ishonchlari umuman qolmadi stomatologlarga. Уже ishonchim qolmadi. Jahongir, hammadan sizga katta rahmat. Sababi o'zingizga e'tibor berdingiz, sog'lig'ingizga e'tibor berdingiz, sog'lig'ingiz tiklanishini tushundingizki, oilangizning ham problemalari bor ekan. Keyin darhol oilaning ishlarini qilishga o'tdik. Mana masalan Jahongir 2 yil, 3 yil qiynalgan deyaptilar, lekin meni onamda 50 yil qiynalganlar. Qachonki o'sha Venaga borib o'qib, shu narsani tushunib, bosh og'riqlarni va bo'g'im shiqillashlarini yaqinda 2022-yilda, 21-yilda tugatib berganman. Eng qizig'i bu faqat ana chiroyli tish bo'lgani emas, prikus ham to'g'ri-da, mana jag' o'rimaydi to'g'ri. Jag' to'g'ri yopilishi, to'g'ri ovqat yeyilishi. Hikmatilla. Qo'lingiz dard ko'rmasin, ilohim, hamma o'ylagan niyatlaringizga yeting, tishlaringizga rivoj faqat og'riq. Sayr opa, mana shu gapirayotganingizda bilasizmi, siz bilan juda qiyin bo'ldi. 1,5 yil, 1 yilcha ishladik, lekin bitta kulganingizda o'zida hamma charchoq chiqib ketyapti.